bizlarga o'xshayotgan olim va xatiblar nasli javon bilan yaxshi muruvvat zindalik qiladi, gunoh va ma'siyatini ko'rganda baddoo qilmaydi, tanaffur zajr bilan unga gapirmaydi. Bular hammasi nima aytiladi? Ihsonun. Bular hammasi nimada? Ihsonda. Imom Karxiy rahmatulloh alayh bir donishmand shaxsiyat o'tgandilar. Bu kishi ahbob do'stlari bilan bir naharda yo bir daryoni lablariga to'xtaganda ko'radilarki, nechata javon bacha kishtisiga minilgan, so'z surud ham qo'yilgan, nihoyat qahqiy bilan kulib mastlik qilishib kishtini aydaydilar nimani ustiga, suvdi ustiga. Ollaridan bir kishi aytdilarki, bor hazrat, ud'u alayhim, shularni haqqiga badduo qiling dedilar. Allohumma farrihhum fil oxirah kama farrahtahum fid dunya. Xudoyo, shugina javon bachalarni xushhollik va sururga hamisha kulayotgan aylantirgan qiyomat kuniga ham hamchinoki dunyoga qahqa urib kulishib ko'z zindalik qiladi dedilar. Ahbobi ko'llariga edi hayron qoldi. Bizlar aytamiz badduo qiling deb, siz bularga aytasiz Xudoyo, bulardan hech goh xushhollikni qo'lidan olmagin. Hamchinoki dunyoga eng shif yaxshi kolalar ustlariga kiyilgan, hamchinoki dunyoga behtarin mo'tarahoy qiymatbaho va luksul oyog'ini tayiga, hamchinoki dunyoga kishtihoy qiymatbahoga xushhollik qilishadi va ichiga ham so'z surudi qo'yilgan. Siz aytasizki, bor Xudoyo, oxiratga ham bularni xushhol qilgin, hamchinoki dunyoga xushhol qilasan, qilgansan. Aytdilarki, yo'q, meni hadafim shudiki, bu duoni qilamanki, Parvardigoro, tavfiqi shunday bir a'molni bugina javonlarimizga nasib qilginki, oxiratga ham sabab bo'lsin, shular nima bo'lsa, xushhol bo'lgay deymiz. Bu kattalar tarafidan javonlarga va navjavonlarga nimada? Ihson. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir kishini farishtahoy Alloh huzuriga keladiki, toki uni qabza ruh qilgay bo'lsa, so'raydiki, bor ma indaka min amalin. Ey banda, nima amaling ekin bor? Shuni bizlarga bayon qilgan bu bechora aytadiki, bor ma indi min amalin. Men oldimga sohib bir amali neka, amali solih yo'qda, magaram bir ishim bor men oldimga. Men tojirman, tijorat feshaman, shu ummol kasoyki qo'llarimni tagiga ishlaydi, shularga hamisha aytganmanki, anziru alal mu'siri, kasoyki tangdasti hech narsasi yo'q yegiday, shularga muhlat beringlar. Sohib 20 ro'zga bermang shu pulingizni, siz shu bir oydan sog'ra bering, 40 ro'zdan sog'ra bering, hech mushkuli yo'qda. Agar ko'p tangdas bo'lgidey bo'lsa, undan bir miqdorda tajovuz o'tkin deb faqat shuncha gap aytgan. Allohu taala ana aula bil ihsani wat tajovuz. Men xoliq Rabb bo'lib munosibdiki menga boyat tajovuz qilgidey bo'lsam, bandamning gunohlaridan o'tsam, darguzar bo'lsam va ihsoniki bu qiladi maxluqlarga, menga munosibdiki basifati bir xoliq men nima qilsam boyat bunga ihson qilgidey bo'lsam. Manbani otini ihson deydi. Tiliz bilan birtaga ozor aziyat bermaysiz, ihsonda. Hamsafarlarga hoji sohiblar ozor aziyat bermaydi, ihsonda. Kasoyki kattadilar, mantiqa va millat ustiga yaxshilik bilan roviya qiladi. Bular hammasi nima aytiladi? Ihsonda.